Bu xonadonimizga apok o'rnatishga kelganman. Ko'rishingiz mumkin, eski apokni yechib olib tashlaganman. Bu avtomatik ishlaydigan apokimiz 8 talik. Bahonasi juda ekonomik narsa. Buni o'rnatish uchun ozgina mehnat qilsa yetadi. Buni любой erkak kishi o'zi ham qilib tashlay oladi agar qo'lida bitta ключi bo'lsa. Va apokga bitta yonish jarayonini ko'rsatib tushuntirib o'tganman. Apokga yoqish jarayonida mana shu rolikini pastga bosib turib, yonida iskira beradigan knopkasini bosib olish kerak, shunda yonadi. Termodatchigini men hozir gazga olovga tiqib turib ko'rsataman. O'zi avtomatik tarzda o'chadi issiganda deb. Shuni ko'rsataman. Mana shu o'chdi hozir. Va bu ozgina tagida yonib turadi va o'zi keyinchalik gradusi termodatchikdagi gradusi kamayganda, pasayganda yana o'zi avtomatik tarzda yonadi. Bu apogimiz o'zi avtomatik tarzda yonadi. Datchigi sovuganda mana datchik sovudi, gaz yondi o'zi avtomatik. Baloklar bilan olib furlentalarda qotirganman. Akkuratni chiroyli chiqqan. Termodatchigi o'zini titaniga qotirib qo'ydim. O'techkalari yo'qligini tekshirib ko'rsatib berdim. Klientimizni xursand qildim va bu joydan 250 ming so'm pul oldim.